O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan bo'lib o'tadigan 6-chi ochiq muloqotiga yo'llamoqchi bo'lgan takliflaringiz bormi? Unda sizga murojaatlarni yuborish va ularni ko'rib chiqish tartibi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Savol va takliflar kecha-yu kunduz bir nechta platformalar orqali qabul qilinmoqda. Siz 1100 va 1094 qisqa raqamlari orqali og'zaki murojaat qilishingiz, Tadbirkor virtual ofisi hamda Savdo-sanoat palatasining elektron platformasi orqali yozma xabar qoldirishingiz yoki bo'lmasa Telegram ijtimoiy tarmog'idagi maxsus botlar orqali o'z taklifingizni yuborishingiz mumkin. Kelib tushgan har bir murojaat alohida ro'yxatga olinadi va o'rganiladi. Muammoning mazmuniga qarab murojaatlar tegishli davlat organlari va soha ekspertlari tomonidan tahlil qilinadi. Agar murojaatingiz shaxsiy yoki alohida holatga oid bo'lsa, u mas'ul tashkilotlarga yo'naltirilib, muammoni hal qilish choralari ko'riladi. Agar bildirilgan xabarda tizimli muammo yoki qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha taklif ko'tarilgan bo'lsa, ekspertlar ishtirokida tegishli yechimlar ishlab chiqiladi. Tadbirkorlar fikri mamlakatimiz biznes muhitini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Shoshiling, aynan sizning takliflaringiz qonunchilik hujjatlari va davlat siyosatida o'z aksini topishi mumkin. Imkoniyatdan foydalaning.